Bugun 2026-yilning 1-aprel kunidan boshlab bir qancha xizmatlar uchun to'lovni amalga oshirishda hamda oldi-sotishda naqd puldan foydalana olmaysiz. Hozir men sizlarga birma-bir sanab o'taman. Esdan chiqib qolmasligi uchun videoni saqlab qo'yishni unutmang. Birinchisi, davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, ya'ni yagona darcha, pasportni stol va davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'rsatiladigan barcha xizmatlar nazarda tutilgan. Ikkinchisi, kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvidan foydalanganlik uchun amalga oshiriladigan to'lovlar. Uchinchisi, yoqilg'i quyish shoxobchalari, benzin, metan, propan zapravkalar hamda elektromobillar uchun xizmat ko'rsatish shoxobchalari. Yirik xaridlar, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlar. Zararli mahsulotlar, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotib olishdagi to'lovlar. Ko'chmas mulk va avtotransport. Ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan avtotransport vositalarini sotishda hamda sotib olishda naqd puldan foydalana olmaysiz. Ushbu videoni barcha yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, chunki ushbu xizmatlarga barchaning ishi tushishi mumkin.